Mana bu 500 ming senga. Nimaga? Yo'q, bir keldi aqlroq. Nech pul bilan qoralayapsan? 4 ta bolam 5 ming. 4 ta bolam 5 ming. Ha, hozir 2 mingga qilib bersang, bu safar kelsam qo'shib bersam bo'ladimi? Shoshmagin. Hozir bozor qilishim kerak ichkarida. Nima yordam beraylik? Shu narsalarni tashishga yordam berasan-da. Necha yoshdasan? 15 yoshda. Nech pul topasan bir kunda? 50 ming, 100 ming shunaqa. 50 ming, 100 ming. Nasibaga qarab, ha? Nima qilasan topgan pulingni? Oyimga beraman. Oying bilan yashaysanmi? Oyim ukam 3 kishida. 3 kishi yashaysizlar, ha? Hamma oyligingni berasanmi yo biron o'yinlarga o'zingga olib qo'yasanmi? Hammasini oyimga beraman. Ha, malades. Sen demak oila boquvchidasan. Ha? Yegan oshing zaharmidi? Topsang ushaq gavharmidi? Sarlik shamu saharmidi? Ko'ngli yarim qara ko'zim, yurak bag'ri yara qo'zim, qara ko'zim. Yosh boshing alam qaritdi, ko'z yoshing yolg'izlik artdi. Bilar ekansan lekin qanaqa bozorlikni olish, ha? Ko'ngli yarim qara ko'zim, yurak bag'ri yara qo'zim, qara ko'zim, qara ko'zim. Bo'ldimi, ishonib qolmadimi? Qara ukajon, Durbek. Mana shu qilgan bozorligimiz bor-ku. Aslida sen uchun ukajon. Meniki sen uchun bozorlik qildim. Ko'ryapman, juda ham chaqqon, epchil, malades bo'lasan. Mana shu qilayotgan mehnatlaring, vaqtli turarsan, kech yotarsan, sovuqda, issiqda, yomg'irda, qorda mana shu mehnatni qilib yuribsan, to'g'rimi? Mana 500 ming senga. Nimaga? Halol pul bo'lsin. Bu halol pul, men chin ko'ngildan senga chiqarib beryapman. Onangga bag'ishlangan nima orzung bor? Ikkita ustaxonachi olsam, balki hajiga jo'natib yuboraman. Inshaalloh, malades, 5 ni ushla. Sen malades ekan, orzularing katta. Senda bu yoshda buncha bilim qayerdan? Kim senga bilim beradi? Alloh. Alloh bilim beradi, ha? Bozorlik bilan uyga borasan, uyga seni kim kutib oladi? Ayangni oldilariga mana shu bozorliklar bilan kirib, ayangni yaxshi ko'rishingni aytib, nima deding? Taksi chaqiraymi? Taksi chaqiraman. Malades bo'lib yurgin. Xo'p.